ustimdan yig'i ovoz chiqdi. Ustimda quchoqlabdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlari haqida. Xo'p, Tamim Doriy radhiyallohu anhu bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, "Ya Rasululloh, sizga bir minbar yasasak, juma kuni o'sha minbarda xutba o'qisangiz" deb aytgan ekanlar. Ana shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u sahobiyga ruxsat bergan ekanlar minbar yasashlikka. Minbarda yasab masjidlarning o'ng tarafiga qo'yishgan ekan. Qo'yganlarida odatiy holatlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juma kunlari xutba vaqtida bir ustimda oldida tika turgan holatda xutba o'qiganlar. Juma kuni odatiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xutba o'qigani o'sha yangi ustimda oldidan ana shu yangi qilingan minbar tarafiga yaqinlashdi. Ustimda oldidan o'tib ketganlarida ustimdan yig'i ovoz chiqdi. Hali Bo'taloq onasidan ajragandek bu yerda tafsir yozyapti. Bo'taloq xuddi onasidan ajragandek hong yig'i ovozi eshitilibdi. Bu yig'ini ovozini hattoki sahobiylar eshitibdi. Juma kuni o'tirgan sahobiylar eshitib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam minbarga qancha yaqinlashgan sari shu darajada ovoz ko'tarilib, yuqorilabdi. Yig'i ovoz yuqorilab. Shetda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam minbarda oldilariga borib yaqinlashganlarida yaqinlashganliklari sari yig'i ovoz kuchayganligi uchun keyin qaytib kelibdilar. Qaytib orqalariga borib ustimda quchoqlabdilar. Quchoqlaganlarida ana bu minbar ustim yig'idan to'xtabdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, Allohga qasamki, agar men borib ustimda quchoqlab ovutmaganlarda bu ustimda qiyomatgacha yig'i ovozi to'xtamaydi degan ekanlar. Qarang, ummat bo'lib bitta ustimga bo'lamiz. Alloh bizlarni yaxshilikka isloh qilsin.